Mana bu darvozani o'rnatsangiz, uyingiz shohona ko'rinishda bo'ladi va darvozangiz mahallada bitta bo'ladi. Akalar, ko'rib turganingizdek, hozir biz Jahongir akani sexlaridamiz. Bu akamiz mana shunaqa darvozalarni O'zbekiston bo'ylab yurtdoshlarimizga yetkazib, duolarni olib kelmoqdalar. Albatta bu yerda trenddagi fasonlarning hammasi bor. Hozir o'zlari bilan batafsil ma'lumotlarni ko'rsatib o'tamiz. Bu darvozalarga garantiyasi 5 yil. Usti ochiqmi, yopiqmi ahamiyati yo'q. 5 yil kafolati bor va dastavkasi mutlaqo bepul. O'zbekiston bo'ylab har bir nuqtasiga yetkazib berishadi. Va bu roligimizda bitta yangilik bor. Usta akamiz aytayaptilarki, agarda mana shu roligimiz 1000 talak yig'adigan bo'lsa, bitta darvozani, 2000 talak yig'adigan bo'lsa, ikkita darvozani, 3000 talak yig'adigan bo'lsa, 3 ta darvozani tekinga, bonusga berib yuboraman deyaptilar. Xudo xolasa, laykni ayamasdan bosib qo'yasizlar. 3 ta inson, baxtli inson mana shu darvozalarni egasi bo'ladi. Endi esa usta akamizdan batafsil ma'lumotlarni bilib o'tamiz. Bu yerda hozir yangilik fasonlarning hammasi bor. Hozir bularni batafsil ma'lumotlarini albatta usta akamizdan bilib o'tamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Jahongir aka, yaxshimisiz? Salomatingiz yaxshimi aka? Yaxshimisiz? Rahmat aka. Aka, bu yerda Xudo xolasa bu yerda eng so'nggi fasonlarni hammasi bor ekan. Bor aka. Adashmasam 4 xil 5 xil fasonlar bor. Hozirgi paytda trendda turgan fasonlar. Albatta. Bularni batafsil ma'lumotlarini albatta ko'rsatib o'tamiz. Lekin birinchi o'rinda ko'pchilikni qiziqtirgan savollardan bittasi bu dastavkasi va garantiyasi. Aka, xudo xolasa bizda misol o'lchash xizmati, ustanovka, ya'ni dastavka olib borish hammasi o'zimizdan kelishilgan o'sha summani ichida bo'ladi aka. Xudo xolasa ustanovkalarni ham как положено o'zim, imini o'zim boraman aka. Ustanovkasiga borib, ustanovkasini o'zim taxlab, xudo xolasa ustanovka qilib beraman aka. Garantiyasi xudo xolasa 5 yildan 6 yilgacha inshaalloh garantiyasini beramiz aka. Kraskalarida ham, detallariga ham hamma yo'q xudo xolasa. 5 yil 6 yil turgan darvoza xudo xolasa keyin ham turaveradi, xizmatini qilaveradi aka. Ochiq o'yindan gapirish kerak. Shunda darvozamiz O'zbekiston bo'ylab o'lchab kelish, darvozani tayyorlash, yetkazib berish, o'rnatib berish bepulmi? Bepul aka. Endi misol men Tojikistondan bitta zakazimiz bor, misol chiqib ustanovka qilib keldik ham, gapirib o'tib qo'yish kerak. Misol qo'shni davlatlarga bo'ladigan bo'lsa, neytralkagacha olib chiqib beraman faqat aka. Neytralkadan u yog'iga o'zini, ya'ni o'zini viloyatidagi tamojnik o'zlari javob qilishsa aka, o'tib turib ustanovkasini qilib beraman. Lekin ularni tamojnisiga javob bermayman. Ochiq o'yindan gapirib qo'yish kerak aka. Neytralkaga chiqarib beramiz. Aytilgan summa, mana shunda qancha kvadrat nish pul desam, ana shu narxda ularga ham ana shunday qilib olib borib beraman. Birga bir qilib yasab beraman, xudo xolasa aka buni ham. Darvozani asosan nimasiga garantiyasini berasiz? Darvozani asosan aka xizmatiga garantiya beraman. Darvoza ko'rinishi o'zgarmaydi. 5 yil, 6 yil davomida. Ana shunday, Shundoq holatda turadi. Turadi, endi kelib turib. Inshaalloh, aka endi kelib turib temirlar bilan urib kraskasini ko'chirsa, u endi unga bu zanglab qoldiysa, qasddan nimadir qilishmasa, endi o'zini holatini o'zgartirmaydi. Mana shundoq turadi, xudo xolasa. Misol uchun, quyosh tushsa yoki yomg'ir yog'adigan bo'lsa, kraskasi ko'chib ketib yoki rangi o'zgarib, bunaqa holat bo'lmaydimi? Misol aka, mana 1 million 100 ming, 1 million 150 ming esa bittasi klientimiz bir haliga telefon qiladi, obunachingiz, короче deydi, 1 million deydi yoki 1 million 100 mingdan qilib bering deydi. Aka 1 milliondan ham yasab beraveraman deyman. Lekin aka u topayotgan pulni harom qilish kerak yo'q-da. Men u insonni ishonchiga kirib turib, bo'ldi deb turib, bunga men litri klasim 40 ming so'mni deokraskani sochib turib, uylariga olib borib ustanovka qilib bersam, u narsani kerak yo'q. Inson bordi bor, yo'qdi yo'q deb aytish kerak-da, to'g'ri gap. Prosta aytgani, misol 1 million 150 ming dedimmi, o'sha narx misol o'z rasm tochkasiga kelib turib aytayapman-da. Misol o'tgan safar videoda ham aytganman, siz faqat aka obunachilarga tortishasiz-da. Bir ustani ham ozgina o'ylamaysiz-da, to'g'risi aka. Sal bunday bir bu ustalar ham birovni bolasi-ku aka, bunday sal qiynalib baribir endi mehnat aka, temirni non yeyish oson emas aka. Aka, to'g'ri aytdingiz, lekin hozirgi paytda pul topish ham oson emas. Yurtdoshlarimiz safarlarda yurib, qiynalib, mehnat qilib pul topishyapti. Albatta, bitta darvozani olguncha necha mashaqqatlarni kechib o'tishadi-da. Oson emas. Oson emas. Sizga ham, ularga ham oson emas. Shuning uchun iloji boricha imkon qadar narx-navosidan o'tib bersangiz, yurtdoshlarimiz ham xursand bo'lishadi. Aka, yana bu roligimizda yangilik bor. Ya'ni mana shu roligimiz 1000 talak yig'adigan bo'lsa bitta insonga, 2000 talak yig'adigan bo'lsa ikkita insonga, 3000 talak yig'adigan bo'lsa 3 ta insonga, xudo xolasa
darvozalarni 3tasini tekinga, bonusga beraveraman deyapsiz. Xudo xolisa beramiz. O'lmay tursak, Alloh umrimizni ziyoda qilib tursa, Xudo xolisa beramiz. Xudo xolisa nasib bo'lsa, agar 3000 ta, 2000 ta yoki 1000 ta layk yig'sa, Xudo xolisa, keyingi videoda albatta inshaalloh nasib bo'lsa qo'yamiz, Xudo xolisa aytib o'tib ketamiz. Endi misol safarda yurgan mana yurtdoshlarim mana musofirda aka oson emas ishlayotgan misol to'g'ri gapirish kerak. Biz hech qachon bitta insonga men nima deydi, haliga zakasini chiroq qilib taxlab beray deyman-da. Oson emas, red juda kuchli, qattiq ketyapti. Ko'rib turibmiz, bilib turibmiz. Xudo xolisa Alloh ishlarni rivojini bersin hammani ham. Aka, misol buni 1 million 150 ming dedimmi? Xudo xolisa mana shu rasmda qanaqa misol ko'rishsa, boshqa qilsa, Xudo ashunaqadan yasab beraman. Endi hozir misol batafsil hozir mana syomka jarayonida aytib o'taman. Mana darvozani misol mana Samarqand fason darvozani bitta varianti bor. Endi uni narxi ko'p emas, kvadratiga aka ozgina qo'shilgan. U 1 million 150 mingda buni chiqartirasiz baribir, chunki siz faqat obunachilar deb o'ylaysiz-ku. O'shanga aytganim aka, mayli, lekin nargisda ozgina farq qiladi. Hozir lekin har doimgidek narx-navosidan o'tib berasiz. Xudo xolisa narx-navosidan chiroyli qilib yurtdoshlarimizga o'tib berasiz. Tochkaga olib kelib qo'ygansiz bor-ku. O'shanaqa holatda chunki sizga qo'rqaman hamda ko'proq narx aytsam bo'ladi deysiz, baribir tushirasiz-da narxini aka. Unaqada boshlab tushuntirsak maylimi aka? Ha aka, mana shu darvozamizdan boshlasak, albatta bu darvozamiz hozirgi paytda trendda turgan fasonlardan bittasi Samarqand fason. Aka, bu darvozamizni adashmasam razmeri kattaroq. Kattaroq aka bu. Razmeri kattaroq darvozamiz. Aka, bu darvozamiz tashqariga ochiladigan bo'lgan. Yo'llar 10 lik rossiyskiy shivellar bo'lgan. Misol kelishib qolinsa 12 lik ham qilib beraveramiz shivellarni. Hop, ichidagi profillar 1.7 qora bo'lgan, chista, orqasida birinchi qavat listi 1.8 bo'lgan. Oldidagi ana listi, ishdan bo'lgan listi 1.3 deydi, u ham 1.3 chiqmaydi aka, 1.2.5, 1.2 chiqadi aka. Xudo xolisa misol mana 2 ga 2 boshqa ichidagi kichkina mana profillar hammasi 3 ga 2 ishlaydimi, boshqa ishlaydimi? Hammasi qalindi bo'lgan aka. Buni ham garantiyasi bo'ladi aka. Kraskalari keladigan bo'lsa, buni ham ponni tozalab, cho'tkalab, artib, rastertilib tozalab turib, keyin gruntobkani sochib, orqasidan keyin kraskasini sochamiz. Glansiy deysa, glansiy, matviy deysa, matviy qilib sepib beramiz aka. Sharnirlarni aka fachemili qilib beramiz. Qanaqa darvoza bo'lishidan qat'iy nazar, zamoklar chista zubur bo'ladi. Xudo xolisa egalarining oldida buni ustonovkasini qilayotganda qotirib taxlab beramiz. Ustonovkasini ochib zamokni ham, misol zamoklar ko'p 1 yilga borib bormasdan ishdan chiqadi, boshqa bo'ladi. Xudo xolisa unaqa bo'lmaydi aka. Endi misol kraskasi bir xilga odamlarga misol 1 yildan ko'chib ketyapti aka, misol palasa o'tirib zang chiqarib yuboradi aka. Xudo xolisa gruntobga yegan, gruntobga soch nima deydi, ana sochilgan detaldan Xudo xolisa zang chiqmaydi aka. Garantiyasi bo'ladi. Biz как положено bunga sepamiz aka gruntobkani, keyin orqasidan kraskasini sochamiz aka buni. Aka, bu darvozamizning kraskasi, laklari tozami? Xudo xolisa aka, misol biz buni kraskani sepishdan oldin, Samarqanddan chiqqandan keyin biz ponni buni aka artib 646 tozalab, rasver etildi. Artib tozalab turib, misol listda ana profillarda bar nisbatan yog' bo'ladi. Yog'larni ponni tozalab turib, cho'tkalab turib, keyin gruntobkani sochib, orqasidan keyin matviy yoki glansiy qilib turib, kraskasini sochamiz aka. Ha, yana bu darvozamizda albatta mana bu arkasi eng muhim joyi, chunki mana shu arkasidan ko'proq shikoyat tushadi. Xo'p, arkasini profildan kesib turib tayyorlaganmisiz yoki listdan figurali qilib turib tayyorlaganmisiz? Yo'q, aka, buni arkasini listdan figurali qilib turib, lazer stanovda kestirib, ana shunday qilib tayyorlangan. Xudo xolasa arkani aka 100% xudo xolasa yorilish, sinish, umuman unaqa narsa bo'lmaydi. Misol biz svarka ish jarayonida ramkani terilayotgan paytda ham misol zakaz bergan obunachilaringizga misol videosini tashab ko'rsatib, mana ramkani terilish anaqasi jarayoni deb tashab berib turamiz aka biz uni. Misol faqat uloq bo'ladi aka, mana bu yerda bo'ladi bo'lsa, tepalarda umuman uloq bo'lmaydi aka, xudo xolasa. Unisidan 100% ko'ngil to'qilnaveradi. Faqat o'sha yerda bo'ladi. Yolg'on gap keragi yo'q. Darvozamiz 2 qavatlimi? Darvozamiz 2 qavat, ichiga stiklovatlar, как положено tashalgan, shumkalar xudo xolasa hamma yo'g'i bor, joyida aka, xudo xolasa. Garantiyasi bor. Darvozamizda shum yo'q, ha? Shum yo'q, umuman просто endi ozma ding'ir sazir anaqasi bor, rezinkalarni qo'yilmaydi, rezinkasini qo'yish. Gips umuman ovoz chiqarmaydi xudo xolasa aka. Aka, endi bu darvozamizning kvadrat narxi qanchadan? Aka, nima deydi, sizga 1 million o'tgan safar ham 1 million 150 ming qo'yganman, Bobirjon aka. Sizni obunachilaringizga baribir tortishasiz.
Shuning uchun mana baribir sizlar bilan mana biz ham bir inson bo'lib qoldik, xudo xolasa aka. Shu yurtimizdagilar, xalq xizmatidagi odammiz aka. Xudo xolasa aka shu 1.150 mingdan yasab uстановкасы, o'lchash hammasi ichida kvadratini 1.150 ming so'mdan chiqarib beramiz aka. Undan juda zag'aga kirib qolamiz aka, to'g'ri gapda. Endi bu misol mana bu nalichkani ham ikki xil variantlari bor aka. Sal oshiqcharoq gullari, boshqalari misol bezaklari ko'proq biroz endi keyingi anaqada ko'rsataman. O'shani hisobiga u darvozamizning narxi sal razinsa beradi aka. Aytib o'tgan yaxshi. Ha, bu navbatdagi darvozamizda, demak, mana bunisida. Ha, albatta aka. Bu nalichkasi, ba'zi bir elementlar qo'shilgani uchun narx-navosi o'ynaydimi? O'ynaydi aka. Misol mana tepalardagi o nalichkadagi gullar, misol bu yerda listlarda egilishi, bu yerda profillarning ko'pligini hisobi, ya'ni faqat figura bilan ishlab chiqarilgan, bu qo'l mehnati bilan chiqadi aka. Misol nalichkani bu yerda mehnatlar bunga qaraganda nisbatan mehnati og'irroq. Ochig'i gap, haligi 50 ming so'm, 1 kvadrati 50 ming so'm. Haloli bo'lsa hamma narsani aka biz uni lishnisda emas, faqat mehnatiga shu ozgina qo'shib berishadi. Lekin biz u detal o'sha hammasi o'zi o'shanga to'xtaydi o'zi aka. Misol biz haligi odam ishlatmaymiz aka, biz aka-uka o'zimiz ishlaymiz. Misol odam ishlatsak biz aka biz ham narxini 1 million 300 yoki 1 million 400 ming qo'ysak bo'ladi. Yo'q. Biz o'zimiz ishlaymiz aka, o'zimiz harakat qilamiz. Shuni hisobiga bizga narx-navo xudo xolasa arzonroq. Xudo xolasa kelajakda ham shu yurtdoshlarimiz xursand bo'lishsa aka, xudo ustanovkalarni qilib yasab berib, klient o'zimizga orttirsak, shundan bir barakot topamiz aka biz ham. Birinchi qo'l optim joy, ha? Optim joy aka. Bizda odam ishlatilmaydi. Shuni hisobiga narx arzonroqda. Misol aka bu darvozamizga ham 12 lik chista Rossiya shveler ishlatilgan bunga ham aka. Misol profillari aka buni ichidagilar oltiga to'llar ham 1.7 toza bo'lgan aka. Listlari 1.8 bo'lgan. Bu 3 qavatlik variant aka, lekin Samarqand, Kattaqo'rg'onga Oybek aka degan bir akamiz bor edilar. Rossiyadan turib o'zlari zakaz berdilar. Buni yonidagisi ena bola bo'ladi bu. Bu kaletkasi отдельный, katta qanoti отдельный bo'lgan. 3 qavatli aka bu. Lekin bu darvozamiz tashqaridan qaraganimizda 2 qavatliga o'xshaydi. Qanaqasiga bu? Qaysi tomoni 3 qavatli? Bu bitta, o'rtada yana bitta bor, orqasi tekis. Shuni hisob, orqada uji ikkita listdan 1.8 ishlatilgan. Shunda mana bu birinchi qavati. Birinchi qavat, ha. Orqada yana 2 qavatli list bormi? Ikkita list bor yana orqasida aka. Xudo xolasa orqasi ham tekis bo'lgan, o'ta chiroyli, kulturniy darvoza aka bu ham, xudo xolasa. Misol nalichkalari ham, boshqalari ham, formalari ham o'ta chiroyli terilgan, uyga o'rnasa ham bu qanaqa travertimi, misol qanaqa forma bo'lsa ham uyni tashqari fasadlari boshqa o'tiraveradigan darvozada yarashaveradi xudo xolasa aka. Rang tanlamaydi xudo xolasa bu. Endi bu darvozamizni prosta yasalgan tayyor holatni prosta ko'rsatib qo'yay dedim. Bu katta darvozani bu nalichkalari, yerdagilar aka. Farq ancha juda katta. Bu yoqda birinchi ko'rsatgan darvozam bilan bu bilan o'zi solishtirsangiz ancha farqi bor. Shuni hisobiga bu aka bu darvozamiz ham xuddi ana shunday 3 qavatlik bo'lgan. Buni ham listlari ikkita qavati ham 1.8 da bo'lgan. Birinchi oldidagi qavat aka 1.3 shtampovka bo'lgan. Profillar 1.7 qora ishlatilgan aka. Tozasidan bo'lgan. Xo'p, bunga ham aka qanaqa mehr berilsa boshqa darvozaga xuddi ana shunday mehr beriladi. Как положено artib tozalab, bunga ham aka toza 600 grad rassil artib turib, keyin nima deydi? Gruntovkalarni sochib, orqasidan aka kraskasini sochamiz. Matvi deysa, matvi, glansi deysa, glansi. Misol rangini bundan to'qroq yoki ochroq bo'lsin deysa aka, aytilgan rangda chiqarib beraveramiz. Misol bularda rasm bo'lsa tashlab berishsa ham birga bir qilib yasab beraveramiz aka. Xudo rangi o'zgarsa, narxi o'zgarmaydi? Yo'q, o'zgarmaydi. Hech qanaqa o'zgarmaydi misol. Bizga birga bir qilib mashina yasab bering deysa, birga bir qilib yasab, ustanovkasi, o'lchash hammasini qilib beramiz aka. Mana bunisi nalichkasi, nalichkasi aka. Bu ikkita yon stoykasi, u tepasi aka. Bu darvozamizni Boburjon aka shu obunachilaringiz misol yurtdoshlarimizga yaxshilik bo'lsin, boshqa nima deydi, bir yaxshilik o'zimizning qo'limizda aka. Xudo xolasa garantiyasi bor inshaalloh. Bu 3 qavatligi aka 1 million 500 ming chiqarib beraman. 3 qavatligini. 2 qavatligini aka 1 million 200 ming chiqarib beraman. Lekin nima deydi, haligi Samarqand fason bita, haligi navorot deydi-ku misol.
10 minglik jentram o'sha 12 minglik jentram farqi bor deyiladi, как shuni oldin ham aytgan. Xuddi shu holatda aka bunda ham. Xudo xolasa chotki chiqadi aka inshaalloh. 1 million 200 mingdan 2 qavatligini, mana shu holatdagisini 2 qavatligini 1 million 200 dan, 3 qavatligini 1 million 500 ming so'mdan yasab ustonovka qilib beraman aka. Aka, lekin menga qolsa-ku bu darvozamizni ham kvadratini 1 million 150 mingdan qilib bersangiz xursand bo'laman. Yo'q, Boburjon, lekin hozir buni aytyapsiz. Darvozaga mehnat ko'p ketgan. Yolg'on kerak yo'q. Materiallari masalan qalinroq bo'lgan, 3 qavatli bo'lgan deyapsiz. Xudo xolasa 1,5 million emas. Xudo xolasa 1 million 350 mingdan 3 qavoshlarimizga 3 qavatli qilib, inshaalloh Xudo xolasa. Boburjon aka, rozi rizochilik bilan aka yurtdoshlarimiz xursand bo'lishadi lekin. Yo'q aka, odam aka, mana shu darvozani kvadratini 1 million 350 mingdan qilib turib, borib bitta hoji ota, hoji onani duolarini olsangiz, Xudo xolasa baraka shunda bo'ladi. Aka, lavzingizni oldim, bitta gap. Meni bitta eshiting, 1 million 450 mingdan. 1 million 400 mingdan Xudo xolasa baraka. Baraka qo'lib qo'yib yuboring. Yo'q, aka, iltimos. To'g'ri tushuning, 1 million 300 mingdan ham chiqarib beraman. Harom keragi. Unaqa qilib zakaz olib baraka topib kerak. Yo'q, 1 million 400 mingdan mana shunaqa qilib. Aka, 500 ming puldan hech zikr. Bo'ldi, xo'p, 450 qilib zo'r lekin material o'zgartirmasdan 1 million ana shunga o'shanga aytyapman. 50 mingdan Xudo xolasa. Shunga aytyapman aka, siz 1 million 300 mingdan ham chiqarib beraman. Ichida lekin, ha? Hamma yo'q ichida. Ustonovga o'zim boraman, Xudo xolasa. Nasib bo'lsa, zakaz telefon qilishsin. Xudo xolasa norizo qilmayman. Inshaalloh xursand qilaman hammalarini aka. Bo'ldi aka, bo'ldi. Xo'p, bu navbatdagi darvozamiz ham Samarqand fason. Adashmasam, bu safar Samarqand fasondan ko'proq zakaz bo'libdi. Albatta. Lekin haqiqatan ham bu fason darvozamiz uy tanlamaydi. Har qanday fason uyga o'rnaydigan, yarashadigan fasonlardan bittasi. Albatta. Bu darvozamiz aka Qashqadaryo Muborak tumaniga olingan. Misol bunga ham aka Samarqand fason korobkalarni maydalab qo'yilgan. Xudo xolasa ertaga upakovka qilib olib ketamiz. Misol bu darvozamizga ham bunga qanaqa detal ishlatilgan bo'lsa, xuddi ana shunday ishlatilgan. Bunga ham 6 ga 60 ga 40, ya'ni 6 ga 4, 1.7 qora ishlatilgan. Orqasidagi birinchi qavatiga 1.8, oldidagi qavatiga shtammbobka 1.3 ishlatilgan. Buni endi shtammbobkalarda ham gullik, har xillari bor, toshlik, yereng'oqlik farqi yo'q. Mana bunga o'zgartirib bering, boshqacha ana bo'lsin desa, deyishsa, Xudo xolasa hammasidan yasab ustonovkasini ham qilib beraveramiz, nasib bo'lsa aka. Kraskalari ham bunga ham как положено garantiyasi bor. Xudo xolasa gruntopkalar ham sochiladi bunga ham, aka kraskasini ham soch. Glansiy desa, glansiy, bunga ham matviy desa, matviy qilib yasab sepib beramiz aka. Xudo xolasa. Yo'llarda buni ham shivellar rossiyskiy bo'lgan, chista aka. Bunga ham zubr, zamok, как положено sharnirlari ham fachimlik bo'lgan aka. Buni narxiga keladigan bo'lsak, aka siz baribir nima deydi? Bu narxni shunday kesib qo'ygansiz-da, mendan oldin deydi-ku. To'g'ri gapda. 1 million 150 ming Boburjon aka, shu o'zi kesib bo'lgansiz, tortishgan deb qo'ydi-ku. O'zimga o'zim aqd qilganman-da, 1 million 150 ming. 1 million 150 mingdan aka, Xudo xolasa. Telefon qilishsin, norozi qilinmaydi aka. Endi misol gazlar, misol ko'p bir xil joy narxlar o'zgardi. Mana gazlar ko'tarilib, biz ham endi voqaga chiqaramiz aka. Xudo xolasa mana narxni men ko'tarib boshqa qilganim yo'q. Shu yurtdoshlar mana musofirda yurgan akalarimiz telefon qilsa men xursand bo'laman aka shulardan. Alloh rozi bo'lsin shulardan aka. Telefon qilishadi, mana birortalarni norozi qilganim yo'q. Xudo chiroq men taxlib beryapman. Inshaalloh kommentariyaga ham inshaalloh nasib bo'lsa yozib ketishadi, Xudo xolasa aka. Bu darvozamiz ham albatta hozirgi paytda trendda turgan fasonlardan bittasi, afsona fason darvozamiz. Boburjon aka, bu Xudo xolasa bu darvozamiz ham o'ta dahshat bo'lgan. Bu darvozamiz aka Andijonga o'rnaydi, o'zimizga, vodiyga. Yo'llar 12 lik chista rossiyskiy shivellar bo'lgan. Hatto 2 yon o'rta hamma kon rossiyskiy bo'lgan, Xudo xolasa aka. Lislari buni ham 2 qavatli aka. Profillari misol aka 60 ga 40 lik 6 ga 4 chista 1.7 qora ishlatilgan. Lislari oldi ham, orqasi ham 1.8 lik toza bo'lgan aka. Xudo xolasa shumkalari hammasi buni ham joyida bo'lgan aka. Xudo xolasa shumpum anaqalari yo'q, ovozlari yo'q, Xudo xolasa dang'ir-dung'ir aka. Kraskalari ham aka buniki misol glansiy bo'lgan, ya'ni o'rta qora qismlari aka, bu yoqlari matviga sepilgan aka. Xudo xolasa buni ham kraskasi toza banishni sepiladi aka. Gruntopka как положено sepiladi kraskadan oldin. Xudo xolasa buni ham kraskasiga, buni xizmatiga inshaalloh aka 5 yildan 6 yilgacha garantiyasini beramiz aka buni ham. Nasib bo'lsa, telefon qilishsa, Xudo xolasa kelishilgan holatda yasab beramiz aka. Shunda bu darvozamiz mana bunisi birinchi qavati
Bu ikkinchi qavatimi? Albatta aka. Darvozamizda shum yo'q, ha? Yo'q. Bemalol aka. Yo'q. Aka, albatta bu darvozamizda mana bu joyiga suv to'planib, zang chiqarib yormaydimi? Yo'q. Aka, bu yerlar tonni как положено zamaskasi hamma yo'g'i bo'ladi aka. Garantiyasi bor. Suv, zang, boshqa umuman в общем chiqmaydi aka. Chunki nima deydi, bu puliga yarashadi, misol ozgina pulga olishmaydi misol. Biz ham qiynalib pul topamiz aka. O'zimni uyimga men nimani yasasam, misol nima yasang bo'lsa, ana shunday qilib turib, ustida как положено turaman, mana o'z sifat o'zi bilinib turibdi. Ana shunday qilib yasatib turaman. Misol o'zimiz, ya'ni shogirdlar bilan demoqchiman-da. Garantiyasi bor aka buni ham. Bunga ham как положено zubr, zamok, shamdirlar fachimlik, xudo xolasa garantiyasi bor. Hatto mana shu pastdagi mana 2x2 profillari ham aka 1.7 stenkada bo'lgan. Garantiyasi bor aka buni ham. Bu darvozamiz narxiga keladigan bo'lsak 1.250.000 so'mdan chiqarib beramiz-da aka, nasib bo'lsa. Yo'q aka, bu darvozamizni xudo xolasa o'sha tartibni buzmagan holatda 1.150.000 dan inshaalloh chiroyli qilib Bobirjon aka, bitta gapda hali sizga aka xo'p o'tdi. Ko'p tortishmaymiz. Bu darvozamizni yo'qsa tekis qilib 1.200.000 dan xudo xolasa chiroyli qilib berasiz. Inshaalloh. Kelishdi aka. Siz ham aka sal tortishdingiz. Menga sal bosadigan odam. Aslida tortishmadim. Rahmat. Aslida men obunachilar uchun tortishaman. Tushunganingiz uchun rahmat aka. Va shuncha sal tushundingiz lekin aka shu yerda. Xudo xolasa 200.000 dan xudo xolasa chiroyli qilib aka, ranglari misol bu yerlarda bu yerlar misol o'zgarsin, manaqa boshqacharoq rang bizga kerak, mashinaga o'zgartirish kerak. Narx o'zgarmaydi. Hech qanaqa narx o'zgarmaydi. Misol buni formalaridan ham sal mana shu holatda formalardan o'zgarish bo'lsa ham narx o'zgarmaydi. Ana shu narxda yasab, o'lchab, ustunovkasini qilib beramiz aka. Bu darvozamiz soqqalik fason, yonida kattasi ham bor, bu ya'ni ena bola bu ham aka. Buni ham kichkinasi yoniga 10 lik Rossiya shveli ishlatilgan. Hop, ichlari 1.7 qora profil ishlatilgan. Lislari 1.8 da bo'lgan aka. Xudo kraskalari ham toza, devo sepilgan aka. Garantiyasi bor buni ham aka. Xudo xolasa darvoza ham o'ta chiroyli. O'zini bu ham nima deydi? Salutniy fason, o'zini bir bogatstvasini boshqasini yo'qotmagan yillar davomida yaxshi saqlanib kelyapti aka. Vidlari. Ha, bu darvozamizni sherigi bor, ha? Bu darvozamizni sherigi bor, yonida katta darvozasi bor aka. Xudo xolasa просто bu kirib chiqadigan kichkina kaletkasi abdenniligini hisobiga buni abden yasalgan. Bu kattasi aka. Buni ham yoniga aka 10 lik Rossiya shveli ishlatilgan. Profillari 1.7 qora bo'lgan, lislari 1.8 bo'lgan. Bu bir qavatlik variant aka. Ichidagi hattoki mana kichkina 1.5 ga 1.5 profillari ham qalin bo'lgan aka. Bunga ham qanaqa katta darvozalarga mehr berilsa, bunga ham ana shunday mehr berilgan aka. Xudo xolasa misol kraskalariga ham hamma yo'q, xudo xolasa buni ham garantiyasi bor aka. Ularga necha yil garantiya bo'lsa, bularga ham xuddi ana shunday 5 yildan 6 yilgacha garantiya beramiz. Bunga ham tozalab, artib 626 da keyin gruntopkalarni sochib, keyin kraskani sepganmiz aka buni ham. Aka, bilasiz, bu darvozalarda eng muhim joyi bu profillari. Profillari oq profilmi yoki qora profilmi? Qora. Umuman oq aka vaqtim ishlatilmaydi. Jon aka, iltimos u. Ha, qora profil. Qora profil. Haliga mana obunachilaringiz telefon qiladi-da aka. Bir joyda 450.000 ekan, yo boshqa ekan deyshadi. Aka, men misol buni haliga men ishdan bo'lgan aytmoqchiman. Misol bu darvozani men hozir 1.100.000 aytadigan bo'lsam aka 800.000 dedi. Aka 700.000 dan ham chiqarib beraman. Aka bo'ldi deb turib, men u odamga aka tushunmaydi-ku deb turib orasiga aka kerak emas. Undan unaqa zakaz qilib ishlagandan bermay qo'yishaversin-da menga zakaz. Shunga ochiq o'yda aytaman. Aytildimi, o'sha narsani aytilgandek qilish kerak-da. Odam yasab olib borib berish kerak aka. Xudo xolasa buni garantiyasi hamma yo'q как положено bo'ladi aka. Misol mana shu joyga men Guliston yoki Begobod misol shvelerda orasat qilib borsam bo'ladi aka. O'zimni men даже Guliston shvel ishlatmayman. Faqat rossiyskiy Bastian va reklamamda ham aytaman, xudo xolasa rossiyskiy shveler как положено aytilgandek bo'ladi aka. Chunki uni xizmati bor-da aka. Xizmati zo'r bo'ladi. Shuni hisobiga. Faqat rossiya ishlataman. Darvozamiz 2 qavatlimi? Yo'q, bu bir qavatlik variant aka. Buni 2 qavatlik qilib yasasa ham bo'ladi aka. 2 qavatligi narxlarda farq qiladi lekin aka. Ha, bir qavatli bo'lsa, demak, mana bu qismi ham, bu qismi ham bir qavat holatda. Ha, shunday. Darvozamizning orqa tomoni qanaqa bo'ladi shunda? Xuddi mana shu holat figurasi orqasidan ichkariga kirib turgan holatda bo'ladi aka. Agar 2 qavatlik bo'ladigan bo'lsa, unaqa buni ichiga kirib turgan holat bo'lmaydi, tekis bo'lib turaveradi aka.
fasoni tekis bo'lib turadi. Hozirgi holatda ichkariga kirib turibdi-da, orqasidan qaraganda. Aka, bu darvozamizni bir qavatlisi qanchadan u, ikki qavatlisi qanchadan? Narx aytgani ham qo'rqatdi sizga odam yo'q aka. Aka 950 ming. Boburjon aka 1 million desam Bir qavatlisi ha, aka, ha 1 million desam hozir bor-ku. Ikki qavatli bo'lsa-chi? Ha, ikki qavatligini aka 1 million 100 dan aka. O'shanda ham qarang, ikki qavat qayerlari bo'ladi aka? Aka, bundoq qilamiz. Xo'p, mayli, ikki qavatlisini 1 million 100 mingdan tekis qilamiz. Hop. Lekin bir qavatlisini 900 ming tekis qilib berasiz. Aka, Xudo xolasa, baraka shunda bo'ladi. Bitta zakaz olmaysiz. 10-15 talab zakaz bo'ladi. Bo'ldi, like yig'sin. Inshaalloh. Bo'ldi aka. Bo'ldi aka, Xudo xolasa. Xo'p bo'ladi aka. Bo'ldi. Xo'p aka, siz vash narx sindirib berasiz-da shu. Bu darvozamizni kraskasi, laklari toza. Aka, unga ham qanaqa mehr berilgan bo'lsa, bunga ham ana shunday mehr ber. Buni ham egasi aka pul sanab beradi-ku, tekinga olib bormaymiz-ku. Barib kutib oladi-ku, endi bunga ham mehr beramiz-da. U 100% unisi aka. Bu darvozamiz albatta bir vaqtlari rosa trendga chiqqan fasonlardan bittasi, teskari arka fason. Albatta. Lekin skromniy bo'lgani uchun fasoni o'lmaydi. O'lmaydi aka. Mana hozir ham zakaz bo'lib turibdi darvozamiz. Xo'p, bu darvozamiz juda ham katta ekan. Adashmasam kattaroq joydan zakaz qilishgan. Bo'yiga aka 380, eniga 320 lik bu. Mana shu holatda fura xotirjam kirib chiqa oladi-da. Kirib chiqa oladi, xudo xolasa aka, kirib chiqadi. Bu bir qavatlik variant aka bu. Bu bir qavatlik variant aka. Misol buni yo'llari ham taqpolojin shivellardan bo'lgan, rossiyskiy 12 lik, lislari 1.8 bo'lgan. Profillar aka 6 ga 4 toza, 1.7 qora ishlatilgan aka. Buni anaqasi kraskasi glanseviy bo'lgan aka. Bunga ham aka bunga vibra qadaladi, keyin lis bosiladi. Misol aytib o'tib ketish kerak. Profil 1.5 kichkina profillar emas, vibra. Kraskasi ham aka garantiyasi bor. Bunga ham как положено gruntovka sepib, keyin kraskasini sochamiz aka buni ham. Bu darvozamiz xonadondan zakaz bo'lganmi yoki qanaqadir tashkilot, zavodgami? Xonadondan zakaz bo'lgan aka. Lekin darvozamiz haqiqatdan ham juda ham katta. U ham katta-da aka. Bu nalichkasi bormi? Yo'q, endi nalichka yo'q, Amir Alimxon saroy. Mana shunday holatda borib o'rnaydi. Splashnoy holatda yuqorigacha ochiladi. O'zi haligi nima deydi, ko'chada o'zini devorida nalichkali tiyagalari bor, o'zini vidish tayyor qilib qo'ygan. Biz olib borib turib shuni ustunovka qilib bersak bo'ldi aka, xudo xolasa. Bu darvozamiz misol bir qavatlik varianti bu, hozir ikki qavatlik variantlari ham bor aka bu darvozamizda ham. Bu darvozamizni bir qavatlisi qanchadan bo'ladi-yu, ikki qavatlisi nech puldan bo'ladi aka? Shu narxni o'ylab olishim kerak-da sizga aytayotgancha. Odam juda bir haligi bir sbrosga tushirib qo'yasiz-da, programma qilib yuboraman menga deydi-yu. Aka, buni Boburjon aka ochig'i gap bir qavatligini 1 milliondan aka. Bir qavatligini 1 milliondan aka, ikki qavatligini 1 million 150 mingdan qilib beraman. Aka, mana bu darvozamiz bunga nisbatan qiyinroq, fasoni ham masalan boshqacharoq, murakkabroq. Materiallar ko'p ketgan, lekin bir qavatlisini 900 mingdan qilib beraman dedingiz. Bu darvozamiz ham xudo xolasa kvadratini bir qavatlisini 900 mingdan, ikki qavatlisini 1 million 100 mingdan. Yo'q, Boburjon aka. Aka, xudo xolasa baraka shunda bo'ladi, inshaalloh zakaz ko'proq olasiz. Keling. Aka, yo'q. Keling aka. Aka tugataveryapsiz-ku siz. Xudo xolasa kelishdik aka. Inshaalloh. Qancha dedingiz hozir kelishdik deb? Bir qavatlisi 900 mingdan, ikki qavatlisi 1 million 100 mingdan. Ya Boburjon aka, endi voy, jon aka, bir xilga odamlarga o'xshab ochig'i gap, haligi og'ziga kelgan narxni aytganim yo'q. O'zimni qo'limizda aka, o'zimiz mehnat qilamiz. Jon aka, haligi hurmatli yurtdoshlar, unaqa noto'g'ri tushunmanglar. 1-2 so'm 500 ming pulli qo'ldan hech narsa kelmaydi. Faqat hisob-kitob bor insonda. Xudo xohlasa norozi qilmayman aka. Masalan, ming rahmat, shuncha yurtdoshlar, obunachilarni o'ylab shunchalik tortishyapsiz aka. Tushunib turibman siz misol. Ming rahmat. Prosta aka, ozgina zaxaga kirib qolaman aka. 950 mingdan aka bir qavatligi. Bo'ldi aka, yo'qsa 950 mingdan bir qavatlisini, ikki qavatli bo'lsa 1 million aka 150 mingdan. Yo'q, bo'ldi 100 mingdan. Ha, 1 million bo'ldi aka, tushundingiz. Baribir tushirasiz o'shanga. O'zi tortish kerak yo'q-da o'zi. Xudo xolasa Boburjon aka bu high-tech fason
Istanbulchni variantdagi darvozamiz aka. Bu darvozamiz bu ham xuddi Samarqand viloyati Kattaqo'rg'onga G'iyosiddin degan akamiz zakaz berganlar Musofirdan turib. Bu 2 qavatlik variant aka bu. Xudo xolasa buni ham profillari oltiga to'rlari aka chista 1.7 bo'lgan. Qora ishlatilgan. Ichidagi lista aka 1.3 bo'lgan, orqasi tekis bo'lgan. Oldiga emas, orqasi tekis bo'lgan. Aka xudo xolasa bu ujmi ishdan bo'lib, ovozni qarang aka bu. Shumkalari как положено xudo xolasa hamma yo'q bo'lgan aka. Zo'r o'ta baquvvat chiqqan darvoza xudo xolasa aka. Yo'llari rossiyskiy 10lik shiveller bo'lgan aka. Bunga ham kraskani sochishdan oldin как положено buni ham artib, tozalab, yog'larni ketkizib, keyin gruntovkasini sochib, orqasidan keyin kraskasini sepamiz aka buni ham. Xudo xolasa bu aka 2 qavatlik varianti aka, 2 qavatligini 850 ming so'mdan yasab beramiz. 1 qavatligini aka shu oldin videoda aytganman, baribir 600 mingga u deyishning keragi yo'q, to'g'risi gap. O'sha 550 ming so'mdan yasab, o'lchash, ustonovka hammasi ichida o'zim borib ustonovka qilib beraman nasib bo'lsa aka. Bu darvozamiz endi mana shu darvozaning sherigi 1 qavatlik variant aka. Misol buni yo'llari bu faqat prosta orqada cho'rni xodlar bor ekan. Shu yerga prosta darvoza bo'lsa bo'ldilar. Yo'llari aka buni 8 ga 4 dan bo'lgan. Tagi shiveller bo'lgan oyog'ida. Ichidagi profillari 1.7 bo'lgan, listlari 1.3 bo'lgan. Bu ham high-tech fason. Xudo xolasa aka xizmatini qiladi bu ham. Kraskalarini ham misol toza sepiladi aka. Bu arzon yo, bunga ham arzon sepilmaydi. Banishni qaysi hammasiga bir xil kraska sepiladi aka. Buni aka narxlari 550 ming Boburjon aka, u tayin-ku. 1 qavatda bu lekin. Boburjon aka, hozircha darvozalarimiz, reklamlarimiz mana shulardan iborat edi. Xudo xolasa keyingi videolarda inshaalloh yangi chiroyli darvozalarni xudo xolasa chiqaramiz. Shu endi videomizga like bosib, obuna bo'lib qo'yishingizni xudo xolasa kommentariyani bomba qilib portlashsin. Like o'sha aytilgan gap 1000 ta bo'lsa, bitta darvoza 2000 bo'lsa, ikkita darvoza 3000 bo'lsa, 3 ta darvoza xudo xolasa bonusga, tekinga chiqarib beramiz. Inshaalloh nasib bo'lsa keyingi videoda qo'yamiz agar nasib bo'lsa aka.